Bismillahirrohmanirrohim. Fazilatli ulamolarimiz aytganlaridek, mukofot amal jinsidan bo'ladi. Kim bu dunyoda birodarlarining chanqog'ini qondirsa, g'azo ahliga suv yetkazishda sababchi bo'lsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni jannat anhorlaridan va rahiqul maxtumdan sug'orsin. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Va ular u yerda, ya'ni jannatda aralashmasiz zanjabil bo'lgan qadahdan sug'orilurlar. Bugun 2026-yil 14-yanvar kuni. Oxiratda suv ichish ne'matiga erishish umidi bilan bugun suv ulashish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Bu loyihamiz Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimizning ehsonlari bilan amalga oshirilmoqda. Bugun G'azo sektoridagi qochqinlar lageridagi aholilarga 4 ta mashinada ichimlik suvi ulashiladi. Birodarlarimizning ehsonlari hali ham davom etmoqda. Alloh Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizning bu ehsonlari va suv ulashishlariga baraka bersin. Alloh sizlarni jannat daryolaridan sug'orsin va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'lidan suv ichirsin va doimo G'azo ahli uchun suyanch bo'lib qoling. راس كله لمين القرب هاي صلاح صلاح بصحى الصبح بلاقي المصاري هيك على الارض.